Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Qo'shko'pir avtomarket kuzatuvchilari, bugun 17-fevral. Xudo xolosa, haftaning 2-kuni. Hammaga xayrli kun. Yo'ldaylar, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Rossiyadan, Qozog'istondan, boshqa chet davlatlardan kuzatadiganlar hamma omadlaringiz kelishib, ishlaringiz yurishsin. Xudo xolosa. Sizlarga Kia Sonet 2024 yıl yurtdoshlar. Mashin benzinda 4400 km probeg. Kraskasi yo'q içerisinde. Yana. Nömerler alınıp tuttu. Benzinde. Бескульчой доступта. Puls kontrolları, nakitga chexol. Polikleri taşalgan, avtomat korovka 2-chi pozisiya bo'ladi. Onun 3-chi pozisiyasi lyukli bo'ladi, diskasi boshqacha bo'ladi. Arka bagajlar ham keng mashina. Bemalol hozirgi kunda ekonomik ham probkalarda zo'r yuridi. Shahar ichida seziladi. Azatib buni orasida metan propan bemalol sunib ketsa bo'ladi. Zavodning garantiyalari bilan zavodning o'zidan qo'ydirsazlar ham bo'ladi. Hali toza mashina 24-yil. Bahosi 199 million so'm. 37 million so'm eldindan to'lov atasida, oylik to'lovi 5 million 100 dan chiqadi. Kelib haydab ko'rib bir qator tekshirtirib olaverasizlar. Xudo xolosa sotuvda duradi.